Ha, bo'ldi. Ha. Yaxshi. Bo'pti. Hop. Ha, tinchlikmi, Bek? Tez toplaring debsan. Mahmud qani? Mahmud bilan ishing bo'lmasin. Tabibbotlarni nima qilding? Jalil aytdi. Aldiraveradi shu oshnang. O'zing valdirama. Nima qilding tabibbotlarini? Tabibni o'shandagi muomalasini ko'rganingda edi. Uni o'zini otib tashlagan bo'larding. Tag'in men unga rahm qildim. Bir haftaning ichida zo'r uloqchi otlarni topib, joyiga olib borib qo'yasan, shundaymi? Kerak bo'lsa o'sha qishloqni otlarga to'ldirib tashlayman. Lekin sen hadeb menga jahl qilaverma. Sen Mahmudni qo'ltig'ingga olib keyingi paytlarda butun ishlarni menga yuklaydigan bo'lib qolding. Men ishdan qochmayman. Mana, Bardorani ham o'zim topib, o'zim o'ldirdim. Ishonmasang, ana, Zaynabdan so'ra. Zaynab. Ona nima daxli bor bu ishga? O'sha xotinni topib bering, o'ldiraman dedi. Topib berdim. Zaynab aytdimi? Ha? Zaynab seni qizing. O'zingga o'xshagan aqlli, qo'rqmas, eng muhimi qasaskor. Valdirama! Kesak valdirama. Yo'q. Endi sen valdiramasdan meni eshit. Qizing o'chmoqchi edi. Yordam berdim. Birinchi safar o'ldiramadi. Lekin ikkinchi safar qo'li titramasdan o'ldiradi. Men bunga kafilman. Hayvon, sen haddingdan oshyapsan. Eshityapsanmi? Haddingdan oshyapsan. Men hayvon bo'lsam, senga sodiqman. Bek, maktabda kutublagan edim. Endi yuragimga tuplamoqchimisan? Iflos! Ket! Bek. Bek.